Qanaqa qilib aka, 10 daqiqada qo'yxona qursa bo'ladi deganlarga, taxta qo'yxonasi hali buzilib, sochilib, qo'ylar o'sib, taqira-tuqur buzib, boshqatdan qoqib charchagan akalarimizga qo'ylaring yaxshi semirmayaptimi, qo'ylaring tagini, qo'yxonani tagini tozalab charchadingizmi, hamma tarafga xudo xolasa yechimi bor. Temirdan yasalgan baquvvatligi baquvvat bo'ladi. Bundan tashqari taglar go'nglarni tozalashga ham juda ham udobstvali bo'ladi. Taglar qatib ketmaydi, go'nglari muhimi. Shuni yerdan poldan to'kilib tushib turaveradi. O'zlarining ketmonni tortib olsalar ham bo'ladi. Bu qo'yxonamiz ko'ryapsizlar, har biriga alohida xona chiqilgan. Qo'ylar ham bir-birini yemlarni talash yemaydigan holatda qilingan. Xohlovchilar uchun buni oxirini uzun splashnoy qilib turib, to'siqsiz ham qilib berish imkoniyatlari bor. Buni xohlovchilar uchun tomli, tomsiz, bu hozir tomsiz qilindi. Buni xohlovchilar uchun tomli qilish imkoniyati ham bor akalar. Bu qo'yxonamiz o'sha poltata qilishdan maqsad o'sha go'nglarni orasidan tushib ketadi. Qo'ylardan ham misol go'ngni ustida yotib so'yganlaringda ham go'shtdan hidi uncha kelmaydi bularda. Kamroq hidi keladi. Kelsa ham go'ngni hidi urib qolmaydi demoqchiman go'shtiga. Pok qo'ylar ham pokiza turadi. Endi faraz qilinglar, go'ngni ustida yotmaydi bu. Pokiza joyda yotadi. Shu tomonlama ham qulay bo'ladi. Operator akamiz bitta ishlarini ko'rsating, qo'ylar turishini xudo xolasa, mana ko'ryapsizlar. Hammasi shotki, xohlagan paytda aylanadi. Bu qo'ylarimiz hozir где-то bir 100 kiloda atrofida. Xohlovchilar uchun xonasini kattaroq variantdan desalar, kattaroq variant qilib berish imkoniyatlari ham bor. Xudo xolasa mana ko'ryapsizlar, chelak qo'yadigan joylarni alohida qo'yib ketilgan. Ikkita qo'y bemalol keladi, suvini ichib, yana orqasiga qaytib yotaveradi bemalol. Har biriga mana shunaqangi eshikchalarni qo'yib ketilgan. Bitta eshikchalarni juda ham xudo xolasa akkuratniy, mana tagiga kirib ketaveradi, suvchalar ustiga kirib ketaveradi. Shuni yoqib turib, yana qarab qo'ysa ham qulay variantda qilingan. Xo'p, bularimizni narxini qiziqqanlarga narxlari 4 million 800 ming so'm. Agar tom bo'lsa, tomiga 800 ming so'm qo'shilib qoladi. Bu qo'yxonamizni razmerini aytdikmi? 3 metrga uzuni, eniga 1,5 metr. Har bir xonasi 75 santimetrdan bo'lingan. Qiziqqanlar bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Hozirroq aloqaga chiqib qo'yinglar. Xudo xolasa zo'r qilib kelishtirib qilib beramiz imkon qadar. Xo'p, akalar, dastavka xizmatlari O'zbekistonda xohlagan joylarga dastavka qilish imkoniyatlari bor, faqat kelishilgan holda. Farg'ona, Marg'ilon shahar ichiga dastavkasi bepul. Manzilimiz Marg'ilon shahar Tirizi bozoridan o'tganda Vatstroyda mostning pastida. Xo'p, buni mana oldi tarafdan bitta ko'rsating, operator akamiz oldi tarafdan yaxshi ko'rib olishsa, xudo xolasa. Xohlovchilar uchun aytdik, ustiga naves, tom, xohlovchilar uchun oxirini bitta splashnoy, hammasi kelib bemalol ovqatini yeydigan qilish imkoniyatlari bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaning chorasiga Alloh baraka bersin.